Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya desede Rosen, Washington'dan sözdeyimiz. Vaziyet şundak ciddi özgürlüğü hürmetli vatandaşlarım Turan Efendi. Biz sizden koygan sualınızdan haber taptık. Bugün vakt yese leksiyanın ahırda bir iki cümle sizden sualınızga cevap verimiz. Bugünkü mavzular mındak. Devlet rehberlerinin telefon söhbetinin ehmiyeti. Tehe bizden yirak ketmey turupla. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministrlari uchrashish oldida turibdi. Mavzuli xabar 2-ayning 3-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 1-ayning 28-kuni Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'tkazdi. Gerçi iki devletning o'rtasidagi navbatdagi azarlarni butunlay tugatilmagan bo'lsa-mu, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning joriy qildirgan aktiv xohishi Rossiya Federatsiyasi hukumatining tan elishiga erishdi. Javoban Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson bilan suhbat o'tkazishni umid qildi. Yaponiya sanoat xabarlar gazetining 2-ayning 2-kunidagi xabariga asoslanganda Sergey Lavrov bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat ishlar kotibi bo'lib tayinlangan Rex Tillersonga rasmiy tabriknoma yo'llab hamda Rossiya Federatsiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabatini yaxshilashni xohlaydiganligini bildirdi. O'xshashla Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministrligi ministri Sergey Lavrovning Germaniyada xalqaro yig'inga qatnashgan mezgilda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson bilan suhbat o'tkazishni xohlaydiganligini jakarladi. Mushu ayning 16-17 kunlari Germaniyaning Bonn shahrida 20 davlat tashqi ishlar ministrlarining yig'ini ochildi. Yig'indan keyin 17-kunidan 19-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida 20 davlatning bexatarligi yig'ini ochildi. Rossiya taraf mayli Bonn bo'lsin yoki Myunxen bo'lsin Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi bilan Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministri yolg'iz uchrashishni o'rinlashtirsa bo'ladi deb ko'rsatdi. Buningga qarta Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump hukumati tehe javob qaytarmagan bo'lsa-mu, kishilar bu ishni mumkinlikka aylanadi deb hisobladi. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning tunji qatim ko'rishishi Finlandiyada o'tkazildi. Rossiya matbuotlari diplomatik munosabatlarning yangi davri mavzuli xabar e'lon qildi. Mavzuli xabar 2-ayning 4-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Ko'rishadigan vaqt e'lon qilinmadi. Demak, bu xabar Kaynadilla yetib keldi. Avval Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson bilan Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov ko'rishdi. Germaniyada ko'rishdi. Endi bundan keyin ularga kelgan xabar, endi bu Amerika ovoziga e'lon qilinmaganligi uchun men to'liq xabar qilmadim. Bu xabarda nima deyildi? Dovitor bildirgan xabarda Prezident Vladimir Putin bilan Prezident Trump efendi ikkilan Finlandiyaning poytaxti Helsinkida uchrashdi deb ko'rsatildi, lekin vaqt e'lon qilindi. Endi xabarning ikkinchi mazmuniga o'taylik, hurmatli vatandoshim. Amerikada yangi tayinlangan davlat ishlar kotibi Tibet bilan Beijing suhbatini ilgari surdi. Mavzuli xabar 2-ayning 3-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi.
Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi tayinlangan davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson mundaq ko'rsatdi. Men Tibet masalasiga ko'ngil bo'laman. Balki Beijing hukumati bilan Tibet sürgünlük hukumatining va Dalai Lama'ning vakillari bilan suhbat o'tkazishni ilgari surish uchun tirishchanlik ko'rsataman. Tibet Ovozi radiosi mundaq ko'rsatdi. Rakes Tillerson Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasining so'ragan savollariga yozma javob berganda, diqqat vatandoshim, bu og'zaki javob emas, yozma javob berganda Tibet Jungoning bir qismi degan maydonimiz o'zgarmaydi. Tibet Jungoning bir qismi degan maydonimiz o'zgarmaydi. Xristian muridlarining, Tibet Budda dini muridlarining, Uyg'ur musulmonlarining hamda Falun Gong shogirdlarining diniy e'tiqod erkinligi masalasiga yuqori darajada e'tibor berishga va'da beramiz. Diqqat vatandoshim. Tibet Ovozi radiosi mundaq ko'rsatdi. Takrorlayman. Rakes Tillerson, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasining so'ragan savollariga yozma javob berganda, Tibet Jungoning bir qismi degan maydonimiz o'zgarmaydi. Xristian muridlarining, Tibet Budda dini muridlarining, Uyg'ur musulmonlarining hamda Falun Gong shogirdlarining diniy e'tiqod erkinligi masalasiga yuqori darajada e'tibor berishga va'da beramiz. Davlat ishlar kotibi Tillerson o'xshashli mundaq ta'kidladi. Beijing bilan Tibet sargardon hukumatining suhbat o'tkazishiga ilhomlantiramiz. Jungo va boshqa davlat hukumatlarining Tibet xalqining o'ziga xos diniy e'tiqodini, tili va madaniyatini hurmat qilish qo'g'dishiga chaqiriq qilamiz. Dalai Lama bilan ko'rishish yoki ko'rishmaslik to'g'risidagi masala bo'yicha davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson ko'rishadiganligi to'g'risida bergan javobi muqim bo'ldi. Davlat ishlar kotibi mundaq hisobladi. Muxbirlarning, ommaviy guruhlarning va diplomatlarning Tibetga kirishini cheklash va uchur aloqalarni cheklashda masala mavjud. Davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson Tibetga kirishni cheklash tadbirini tuzatishga aloqada Jungo amaldorlarining Amerika kirishini cheklash tadbirlarini himoya qilganligini bildirdi. Hurmatli vatandoshlarim, Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi hukumati va yangi tayinlangan davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson Kengash palatasida guvohlik berish yig'inida guvohlik berishdan o'tkichi bo'lgan oraliqda birinchi bo'lib Tibet masalasi, Uyg'ur masalasi, bu yerda diniy e'tiqod masalasi shundoq tushuning, hurmatli vatandoshim, tunji bo'lib Tibet masalasi, Uyg'ur masalasiga o'ttirib qo'y. Biz sizlarga leksiyalarimiz so'zlagan edik. 2016-yil 7-oyda Cumhuriyetçiler Partisining mamlakatlik qurultayi chaqirilganda, qurultay bir og'izdan ma'qullagan partiyaning programmasida Tibet masalasi, Uyg'ur masalasi deb ayrim kirgizilgan edi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump Oqsaroyga kirgandan keyin shundaqla tayinlangan davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson Kengash palatasining yig'inida guvohlikdan o'tganda tunji bo'lib Uyg'ur masalasi, Tibet masalasini eg'izga oldi. Allah sana kuch ato qilsin Amerika. Biz sizning barliq siyosatingiz va faoliyatingizni qo'llaymiz. Prezident Trump yuqorida ko'rsatgandek Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi munosabatining yaxshilanishini shunday qilishga davlat ministrlarining, tashqi ishlar ministrlarining, Amerika davlat ishlar kotibi Rakes Tillerson bilan Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning ko'rishishini va shuning keyindan hali xabar rost bo'lgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning o'ng'ishliq
önümlük, yaxshi kayfiyat ichida uchrashishini, ko'rishishini umid qilamiz, qo'llaymiz, madad beramiz, himoya qilamiz.